Yevropada 750 ta bo'sh ish o'rinlarini 2026-yil birinchi yarmi uchun G4 xususiy bandlik agentligi O'zbekiston fuqaroligi taklif qiladi. 2025-yilni noyabr oyida Tashqi ishlar vazirligimiz, Migratsiya agentligi, undan tashqari xususiy bandlik agentliklari uyushmasi bilan hamkorlikda Yevropaning bir qator davlatlarida, u misol uchun Berlin shahrida bo'ldi, Frankfurt shahrida bo'ldi, Bratislava hamda Varshava shaharlarida o'sha konsulligimiz tomonidan tashkillashtirilgan ish beruvchilar bilan o'tkazilgan forumda G4 xususiy bandlik agentligi ham juda faol qatnashdi. Bugungi kunga kelib, o'sha 26-yilning birinchi yarmi uchun biz Yevropadan yurtdoshlarimiz uchun 750 ta bo'sh ish o'rinlarini taklif qila olamiz. Buning natijasida soha yo'nalishlari kengayib va jarayon to'liq qonuniy hisoblanadi. Chunki bu borada G4 xususiy bandlik agentligi o'zining xizmatini ko'rsatadi. Eng muhim joyi shu vakansiyalarimizga biz agensiya orqali ishga joylashgan fuqarolarning hammasi G4 xususiy bandlik agentligini nazoratida 1 yil davomida bo'ladi.